Bu joyga butun selik konteynerlar kelar ekan hamda mana shunaqangi qilib turam qilib mayda qilib mana shunday apparatlarda. Bundan tashqari yana ikkinchi bosqichli apparatlarda o'tar ekan. Oddiy lift qilyapti hamda 7 ta 8 ta shifrdan o'tgandan keyin bu joyda mana bunday profil bo'lib chiqyapti. Bu profilni boshqa profillarga nisbatan qulayligi akalar. Gruntovka, kraska, antikaros hamma yo'g'i o'zida mujassam bo'ladi. Ichi-yu tashi kraskanisidan bo'ladi. Xullas, boshqa profillarga nisbatan uzoqroq muddat xizmat qilib berish ta'minlab beradi. Stenkasi 1.8 bo'ladi aka, 1.8 stenkada bo'ladi. Bu qayerlarga nima uchun ishlatilyapti? Ya'ni mana bunaqangi arka ko'rinishlarda ham olib berishyapti ekan. Mana shunaqangi qilib bukib beryapti ekan. Endi tepadagi atmosferani bitta ko'rasizlar. Katta teplitsa molxona, qo'yxona, har xil firmalar bez ustum turib bera oladigan mana shunday naves firmalarni qilib berishyapti ekan. Biz bugun Andijonda asakasiga yetib kelganmiz, ya'ni tadbirkor akamizga. Xudo xolasa sizlarga ma'lumotini berib o'tishadi. Qayerdan qayergacha dastlabki xizmatlari bor hamda ustanovkalari. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Boshlagan ishlaringiz Alloh xayrli qilsin aka. Mana keldik, xudo xolasa. Bir boshdan ma'lumotini beraverasiz aka. Avval o'raman, beravering. Yuravering aka, tinchroq joyga o'tib olamiz. Ko'pchilik aka nima uchun, nima sababdan ishlatilishlarini bilmaydigan insonlarga ko'rsatamiz, o'rgatamiz. Hali bilganlarga eslatib, bilmaganga o'rgatib. Mana aka, xorilar bular a? Bu xorilar aka, bu Gulistonga ketyapti, to'q fabrikaga ketyapti aka. To'q fabrikaga. To'q fabrikaga. Xo'p, necha metrgacha bez ustum turib bera oladiganlarni yasab bera olasiz? 30 metrgacha bez ustum qilib beramiz. 30 metrgacha bez ustum, ya'ni nima deydi, qurgan imorati kenggina bu yalang bo'lib turadi aka. Bez ustum aka, 30 metrgacha. Uzunligini farqi yo'q aka, qilib beraveramiz. Uzunligini farqi yo'q. Farqi yo'q. Faqat shu materialdanmi yo bundan da qalinlari bormi aka sizda? Aka, bundan ham qalinlari bor. Bu 8 lik deymiz aka. Eng kattasiga 9 lik bo'ladi aka. Bundan ham baquvvat bo'ladi. Xizmatlar qayerdan qayergacha bo'lyapti? Aka, xizmatimiz O'zbekiston 12 ta viloyatiga chiqamiz. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistonga ham chiqib Esengi davlatlarga ham chiqilaveradi. Chiqilaveradi. Zo'r. Sir bo'lmasa aka, 1 metri yoki kvadrat deysizmi tushunmaymiz. Qanaqa nech puldan nech pulgacha bo'lgan narxlari bor? Metrga gaplashadigan bo'lsak 18 mingdan boshlanadi. 18 ming osh 20 minggacha aka. Kvadratiga 150 mingdan 230 minggacha bo'ladi. Zo'r aka, naveslarni qilgizib bersa, ya'ni qilib berasan deysa, faqat navesini qilib berasizmi, shipirlarni ham qoqib beraverasizmi? Aka, dogovor qilsa aka, bonusiga tunikasini olib bersa, qatirib ham beramiz, dogovor deysiz. Endi kimgadir bu kraskasi ma'qul kelmasligi mumkin. Ustidan menga ko'k, qizil qilib bo'yab berasan desa, u bonusiga qo'shib beramiz aka, u kraskasini aka. Go'zal aka. Bonus bo'ladi aka. Xudo xolasa, bitta obyektingiz ekan, bundan tashqari bitta obyektim bor deyapsiz. Bitta obyekt bor aka, zichlanroq, uni ko'rsatamiz aka, xudo xolasa. Kadrdan uzoqlashmay turasizlar, nariga obyekt ko'rsatsang, vahshiy maza qilib orasizlar. Mana bu joyga mana akalarimiz xolodilnik qilib berishdi aka. Xolodilnik dedingizmi bu yerda? Xolodilnik aka bu. Aka, nechi bu joyimiz? Eni 17 metr aka, uzunligi 40 metr aka. Necha kunda bitirib berdilar? Bu aka 15 kun vaqt ketdi aka. 15 kunda shu holatga keldi. Shu holatga keldi. Sizga misol olib kelib uyda egalari desak ham bo'laveradi, ya'ni imoratning egalari. Nimalar ketadi ulardan? Nimalar so'raysiz? U yoqda to'kdan, yotoq joydan muammo bo'ladi. O'zimiz sexdagi tayyorlab olib borib usturovka qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Ha, tushunarli. Ya'ni borgan joydan keyin bu joydan bir temir olib kelaylik, boshqa olib kelaylik, hali uyda egasini sarson qilmaysiz. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi aka. Bitta dogovor qilamiz aka, olib borib usturovka ham qilib beramiz aka. Juda zo'r. Aka, necha pulga bitdi mana shu joy? Bu yer aka 129 million so'mga bitdi aka. 129 millionga shipirlar o'zlaringdanmi, ya'ni tunikasi? Yo'q, uni olib berganga qatirib berish xizmati ichida bo'lgan. Xizmati ichida. Kraska, praska olib kelib ustanovka hammasi shunchaga kirib ketdi. Hamma yo'g'i shuning ichiga kirib ketdi. Bo'ldi. Kvadratiga 190 mingdan tushgan-ku buni. Kvadratiga 190 ming so'mdan. 190 mingdan. Ob'yom katta ekan. Ob'yom katta. Ob'yom kattaligini hisobiga. Hisobiga. Juda zo'r. Xo'p, aka, endi internetda har xil kommentlar keladi. O'sha biz ayta olmagan savollarimiz bo'lishi mumkin-da. Qanday ko'p kommentariyalar keladi? Siz bitta ommaviy yetib o'tsangiz shuni. Endi aka, kommentariya yozadiganlar ham ko'p aka, lekin shunchadan beri bu ishni qilib kelyapmiz aka. 20 yildan beri aka. Shunaqa. O'zim turibdi aka, xudo xolasa. 18 yoshman nima deysiz? Juda zo'r.
Akalarimiz raqamini ekranda pastga yozib qo'yyapmiz. Bu joyda o'zi buni bilgan, biladi, nima deydi? Shunaqa imorat qilgizaman degan akalarimiz o'zi puxta reja qilyapti-yu, faqatgina sifatli ustalarni, arzon ustalarni qayerdan topishni bilmay yurgan akalarimiz uchun mana sizlarga usta akalarimiz, mana ekranda pastda telefon raqamlari. Aloqaga chiqasizlar, O'zbekiston 12 ta viloyatiga xizmati bor. Telefon qilsalaring Andijondanman desa, men Buxorodan edim, kelolmaysizlar ekan degan gaplar ketmaydi, borishib hal qilib berishaverar ekan. Ob'yom qancha ko'p bo'lsa, shuncha bonus skidkalari bor aka. Bonus skidkalari bor aka. Juda zo'r. Akamiz Like bosib qo'yasizlar aka kanalga. aloqaga chiqaverasizlar akamizga.